Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilarimiz. Sizlarni navbatdagi video darsligimizda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun juda ham muhim bo'lgan mavzulardan biri qora ro'yxat haqida gaplashamiz. Bevosita mavzuga o'tishdan oldin sizlardan bir narsani so'rab qolardim. Albatta videoni va kontentlarni qo'llab-quvvatlash uchun bizni YouTube'dagi sahifamizga obuna bo'lib, videoni kommentariyalarda faol bo'lishingizni va reaksiyalarda o'zingizni munosabatingizni bildirishingizni so'rab qolardim. Demak, ko'p kuttirmagan holda mavzuni boshlaymiz. Bugungi mavzuga bevosita to'xtalishdan oldin sizlarni qisqagina reja bilan tanishtirib o'taman. Demak, bugun nimalarni ko'rib chiqamiz. Qora ro'yxatni o'zi nima, qanaqa ro'yxatlik haqida batafsil tushuncha berib o'taman. Qora ro'yxatga tushish sabablari va unga tushish oqibatlari haqida va eng muhim jihati qora ro'yxatdan chiqish yo'llari haqida gaplashamiz va mavzuning oxirida qisqagina xulosa qilib, mavzuga yakun yasaymiz. Demak, ko'pchilikni qiziqtirgan savol va ko'pchilik tomonidan yo'llanadigan murojaatlarda men juda ham ko'plab o'qiyman. Qora ro'yxatga tushib qoldim. Qora ro'yxatda o'zi nima, undan qanaqa chiqsa bo'ladi, qanaqa tushganini bilsa bo'ladi qabilida juda ham ko'plab murojaatlar keladi va men sizlarga bir narsani aytib o'tmoqchiman. Hech qanaqa qora ro'yxat yo'q. Bu mif hisoblanadi. Lekin degan joyi bor. Har bir moliya tashkiloti o'zi mustaqil qora ro'yxatni yuritishi mumkin. Bu nima degani? Qora ro'yxat bu moliyaviy tashkilotlar tomonidan yuritiladigan kredit majburiyatlarini buzgan mijozlar ro'yxati hisoblanadi. Bu ro'yxatga tushish shaxsning moliyaviy obro'siga jiddiy zarar yetkazadi. Ya'ni har bir moliyaviy tashkilot, xususan banklar tomonidan ham o'zini ichki tizimlarda yuritilinadigan qora ro'yxat bo'lishi mumkin va bunga turli xil sabablarga ko'ra tushib qolishingiz mumkin. Va qora ro'yxatga nima sababdan tushish mumkin degan savolga keladigan bo'lsak, birinchidan kredit to'lovlarini kechiktirish oqibatida, ikkinchidan kreditni qisman yoki umuman to'lamaslik oqibatida, uchinchisi kredit shartlarini buzish, masalan, garovni boshqa maqsadlarda ishlatish yoki ko'p hollarda uchratamiz, garovni sotib yuborish. To'rtinchisi, turli xil firibgarlik qilish yo'llari oqibatida va beshinchisi, atayin noto'g'ri va yolg'on ma'lumotlar taqdim qilish va boshqalar sababli qora ro'yxatga tushib qolish mumkin. Qora ro'yxatga tushib qolish qanaqa oqibatlarga olib kelinadi deyiladigan bo'lsa, birinchidan, yangi kredit olish qiyinlashadi. Ikkinchidan, kredit foiz stavkalari nisbatan yuqori bo'ladi. Bu nima degani? Agar qora ro'yxatga tushib qoladigan bo'lsangiz, bu qanaqadir istisnolar tufayli sizga banklar qo'shimcha garov yoki kafillik talab qilish orqali yoki-da kredit shartlarini og'irlashtirish orqali, masalan, aytishimiz mumkin, 30% miqdorida ajratilayotgan kredit sizga 40% miqdorida va yana qo'shimcha garov yoki kafil so'ralgan holda taqdim qilinishi mumkin bo'ladi. Bu kredit shartlarini yana ham og'irlashtirishga sabab bo'lishi mumkin. Qora ro'yxatga tushish oqibatlarini navbatdagisi, haqiqatda kerak bo'lganda va so'nggi chora sifatida qaralganda qarz olish mumkin bo'lgan oxirgi imkoniyatdan quruq qolishingiz mumkin va yana boshqa ko'plab oqibatlarga olib kelinishi mumkin. Xo'p, qora ro'yxatga tushib qoldim. Endi nima qilish kerak? Bundan chiqish yo'llari bormi deydigan bo'lsangiz, albatta bundan chiqish yo'llari bor. Birinchidan, barcha eski qarzlarni to'liq va o'z vaqtida to'lab qo'yishingizni tavsiya qilaman. Keyingisi, keyingi kreditlar bo'yicha intizomli to'lovlarni amalga oshirib borishingiz bu juda ham muhim hisoblanadi va keyingisi, kichik miqdordagi kredit olib, uni to'g'ri va o'z vaqtida to'lab, kredit tarixini yaxshilashga erishish orqali qora ro'yxatdan chiqishga o'zingiz uchun zamin yaratishingiz mumkin bo'ladi. Demak, yuqoridagilardan kelib chiqib, xulosa qiladigan bo'lsak, kredit to'lovlarini o'z vaqtida to'lab borsangiz va moliyaviy tashkilotlar bilan shaffof aloqalarni o'rnatsangiz, bu kredit tarixingizga ham ijobiy ta'sir qiladi hamda hech qanaqa cheklovlarsiz va boshqalarga qaraganda qulay shartlarda kredit olishga imkoniyat yaratadi. Aks holda, ma'lum bir moliya tashkilotining qora ro'yxatga tushib qolishingizga sabab bo'lishi mumkin. Shu bilan navbatdagi video darsligimiz o'z yakuniga yetdi. Bu video agar sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta reaksiyalarda, videoni kommentariyalarda o'zingizlarning fikringizni bildirib o'tishingizni so'rab qolgan bo'lardim va videoni so'ngida sizga tilagim, hech qanaqa moliyaviy tashkilotni qora ro'yxatiga tushib qolmang. Va yana bir narsani eslatib o'tmoqchi edim. Shunaqa foydali videolardan o'z vaqtida boxabar bo'lish uchun bizni YouTube'dagi sahifamizga albatta obuna bo'lib qo'ying.